Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum ko'rsatuvimizning sadoqatli muxlislari. Yana bir mavzu bahsiyla siz nima deysiz ko'rsatuvini boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz ham har doimgidek dolzarb hisoblanadi. Juda ham to'g'ri aytingiz. Demak, bugungi ko'rsatuvimiz mavzusi zamondosh ayollarimizning O'zbekiston taraqqiyotiga qo'shayotgan hissasi deya nomlanadi. Bugun studiyamizga mavzuga doir bo'lgan mutaxassislarni va turli soha egalarini ham taklif qilganmiz. Mana o'sha aytganingizdek, oldin mahalla fuqarolar yig'inlarida asosan erkaklar bo'lishardi. Hozirgi paytda 15%ni ayollar tashkil qilyapti. Undan tashqari hozir har bir jabhada ayollarning urushlari o'sha ko'zga ko'rinarli darajada yuqorilashib boryapti. Masalan, parlamentni olaylik. Mana shu parlamentda ham ayollarning urushlari hozir 37-38% ni tashkil qiladi. Senatda esa 27% ni tashkil qilar ekan. Bu ham bo'lsa, mana 92-pozitsiyada turilgan bo'ladi. Bu kichkina nima raqam hisoblanmaydi. Erkaklar va ayollarni teng huquqliklari to'g'risida chiqqan qonunda mana shu qonundan keyin ayollarga qilinadigan, o'tkaziladigan tazyiqlar ko'zga ko'rinarli darajada, sezilarli darajada kamaydi va hozirgi paytda ayollarimizni juda ham ko'plab ishlarga jalb qilinyapti, ularga hunar o'rgatilyapti, ularni ish bilan ta'minlanyapti va hattoki o'sha uyda o'tirib ishlaydigan ishlarni ham berilyapti. Undan tashqari mana biz aytamiz, fermerlar biz doim bilamiz, erkak kishilar bo'lgan. Hozirgi paytda esa 12 mingta fermerlarimiz ayol kishilar. Ko'p tadbirkorlarimiz bor. Mana bularni hammasi ham o'sha jamiyatda va davlatimiz yaratib bergan, ayollar uchun yaratib bergan nimalar orasida bo'lganligi sababli ham mana shunaqangi ayollarimiz yuqori darajalarga chiqishyapti va undan tashqari o'sha boshqaruv organlarida ham ayollarimizning nufuzlari juda baland va ayollarimiz ulushlari juda ham katta. Barchinoyev aynan o'sha statistik ma'lumotlar bilan fikrlarni bildirganingiz uchun rahmat deb qolamiz. Men boya esimga tushganda mana muhtaram prezidentimiz ham shu narsani aytib o'tdilarki, ayol kishi qaysi kasbi egasi bo'lishidan qat'iy nazar, qanday lavozim egasi bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha oilani taraqqiyotidagi asosiy omili, ya'ni oilani yurg'izuvchisi bir tomondan, ikkinchidan bola tarbiyasiga juda katta e'tiborli bo'lishi ham onani zimmasidaligini aytib o'tganlar. O'shaning uchun mana bu to'g'risida albatta boya gaplar juda ham ko'p bo'ldi. Endi hozirgi paytda ayollarimiz zimmasiga ham o'sha boshqaruv ishlari, o'sha nima yana o'zini kasblarini egasi bo'lib davlatga foydasi tegadigan, undan tashqari yana oilani, farzandlarini, o'sha oila tinchligini ham o'sha ushlab turuvchi inson sifatida ham tan olib bilishimiz kerak. Ayni fursatlarda soat millarimiz bugungi ko'rsatuvimiz poyoniga yetib borayotganligini ko'rsatmoqda. Yana yangi mavzular bahsiyle ko'rishguncha deb qolamiz. Hammaga rahmat. Salomat bo'ling.